Yoshlar o'rtasida ulug' ajdodlarimizga bo'lgan hurmat tuyg'usini shakllantirish, ona vatanga sadoqatni mustahkamlash maqsadida Toshkent davlat tibbiyot universiteti tomonidan madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Bu yil sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan talabalar uchun Milliy kino san'ati saroyida Amir Temur badiiy filmining premyerasi namoyish etildi. Navbatdagi lavhamiz ayni shu mavzuda. Amir Temur shaxsi jahon hamjamiyatida katta qiziqish bilan o'rganiladi. Bu yil ilk bor sohibqiron Temur haqidagi film xalqaro formatda ishlanib, katta ekranlarda ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari, O'zbekiston va Qozog'iston hamkorligida suratga olingan ushbu biografik kinokartina tomoshabinlar tomonidan iliq qarshi olindi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabalari ham film premyerasini qiziqish bilan kuzatdi. Undagi voqeliklar yoshlarda chuqur taassurot qoldirdi. Film juda ham o'tkir syujetda boshlandi. 1363-yilda Amir Temurning siyosiy maydonga kirib kelishi, inson jihatdan xarakterini to'laqonli ochib bera oldi. Juda ham qiziqib tomosha qildik. Bu kabi filmlar talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishdagi o'rni juda ham katta deb hisoblayman. Mana shunday filmlar namoyishiga talabalarni jalb qilishi bizga juda ham katta motivatsiya beradi va bo'sh vaqtimizni unumli o'tkazishga foyda beradi. Film buyuk davlat arbobi va sarkardaning hayoti 14-asrda Markaziy Osiyoda kechgan tarixiy jarayonlarni aks etadi. Ulug' bobomizning jasorati tomoshabin qalbida vatanparvarlik hissini yanada kuchaytiradi. Juda katta bir yangilik hamda bu ham o'zligimizni namoyon qilishimizda, o'zligimizni saqlashimizda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tadbirlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun o'ylaymanki, Amir Temur bobomiz tomonidan tashkil etilgan davlatchilik va mana shu davrdagi ularni bosib o'tgan yo'llari, keyingi avlodlarga qoldirgan o'gitlari shu film orqali namoyon bo'lishi biz uchun kelajakka qadam qo'yishda ma'lum bir darajada dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Yoshlarimizni tarixga asoslangan holda ilgarilashlari bizni yanada qudratli bo'lishimiz, kelajakka intilishimiz va eng rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishimizga asos bo'ladi. Katta ekranda namoyish qilingan mazkur kino premyera Amir Temurning harbiy strategligini, chinakam ilm-fan va san'at homiysi bo'lganini ochib beradi.